Buxoro arki. Bugun uning devorlari ostida faqat shamolning ovozi eshitiladi. Ammo bir vaqtlar bu yer amirlikning eng sirli, eng qudratli markazi edi. Tarix aytadiki, ark ichida oddiy bino emas, butun bir shahar yashagan. Amirning yashirin harami, oltin taxt turgan ko'rinishxona, bosh vazirlar qaror qabul qilgan qushbegi saroyi. Qurol-yarog' yasovchi ustaxonalar, maxfiy xazina xonalari, davlat arxivlari, madrasa, masjid, bularning barchasi arkining yuragi bo'lgan. Ammo bu ulug'vorlikning aksariyati bizga yetib kelmadi. 1920 yil ark eng og'ir sinovni boshdan kechirdi. Bombardimonlardan so'ng saroylarning ko'pi xarobaga aylandi. Ko'plab inshootlar yer bilan yakson bo'ldi. Yo'qolganlar orasida amirning oilaviy saroyi, zargarlar ishlagan maxfiy xonalar, mehmonxonalar, devonxonalar va ustaxonalar bor edi. Bugun ular haqida faqat tarix, hujjatlar va arxeologlar hikoya qiladi. Biz esa arkning faqat tirik qolgan bo'lagini ko'ryapmiz. Asl majmuaning yarmi emas, atigi choragi.